Bolalar sizlar bilan salom do'stlar. Sizlar bilan Cross Minecraft. Sizlar bilan bugun Vijivanining 3-qismini olamiz. Ko'rib turganingizdek orqamda uy turibdi. Uyni kamera o'chirgan holda videoga olmasdan sizlarga zo'r podarkalar tayyorlab qo'ydim. Sovg'alar, zo'r joylar qurdim. Ko'rib turganingizdek atrofi o'ralgan qal'aga o'xshagan joy. Böyle mana sizlarga uzoq ko'rsatib chiqaman. Bu sizlar o'zi bor edi, shu fermamiz bor edi. Bu yoqlar yoritilgan hamma joy. Bu yoqda bizning ekinzorimiz bor. Hamma joyda picham bor. Narigi ekinzorlarimiz nar yoqda. O'tgan safar xayrlashish esdan chiqib qoldi. Ikkinchi qismda uzr. Kanalga like bosib, podpiska bosib qo'yasizlar. Sizlarga uyimizni ko'rsatib chiqaman. Yangi uy bu. Hadda narsalar bor, hamma narsalar bu yoqda sharoit. Shunaqa yo'qmi? Mana bu yoqlarga bu yoqda balkoni ham bor. Bu yoqlarga hali ishimni qo'ymaganman. Просто qurgandim. Endi men nima qilyapti bu yoq? Yo! Qanaqa bo'ldirdi jonim ko'paydi. Bu yoq esan. Yo! Qanaqa bo'ldiryapti bular? Qilich bilan o'ldiraman. Yaqinlashma. Qayerga ketib qoldi bu? Nima qilyapti bu? Qanaqa keldi? Kimlarim, birinalarim. Ularma shunaqa uylar qaraydi, ertalab bo'lmay ko'rsatib qo'yamiz. Bu yoqqa mana qach. Ana kiriyse. Qarchi boshqa joylarga ko'rsatib chiqaman. To'xta ferma. Bular oldi desmay yuraversin, baribir chiqib olmaydi. Sizlar bu yoqda uylar. Bu yoqda faqat ko'ryapsizlarmi qanaqa kim biz bular bilan ishda gaplasha olamiz. Bu yoqda ham chiqadigan joy bor. Ko'rasizki. Like bosib, podpiska bosib, komment yozib qo'yinglar. Fikirlarni bildirib qo'yinglar. Bola bu toshlar, lekin kreativda qilganim yo'q hech qaysini, hammasini Vivanada. Sizlarga video ko'rsatilmagan, faqat video ko'rsatilganda ishonardinglar. Ammo hammasi Vivanada qilingan. Ammo kreativda qilinmagan. Hammasini o'zim qilganman. Kimlar? Sizlarga yana o'yinchilar bilan o'ynab video olamiz. Hali faqat like bosib qo'yinglar. Podpiska ham bosib qo'yinglar. Obunachilarimiz soni 200 taga yetgandan so'ng biznesmen serialini olamiz. Juda tezroq podpiska bosib like bosib qo'yinglar. Mana shu videoga 50 ta like bosib qo'ysanglar,
Ikkita like'dan so'ng keyingi 4-qismini chiqaramiz. Mayli, agar yaxshi like bosib qo'yaveringlar, o'zim chiqaring deb qolsa, shunday ham chiqarib olishim mumkin. Sizlarga aytgancha bitta joyini ko'rsatmabman. Uyimni Valla bu yoqda bu uy ham bor. Tag'amiz chiroyli ko'rinadi, qanaqadir. Mana narigi ikkinchi o'rim. Bu yoqda boshqa o'yinchilar bilan o'ynaganmiz. Shu o'yinchilar bilan videoda ko'rishamiz. Keyingi videolarimizda shu o'yinchilar qo'shilishi mumkin. Shuning uchun like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Boshqa videolarimizda sizlar bilan mana shu joylar o'zim o'raganimni, o'zim haqqoniy o'raganimni ko'rsataman. O'zim naryoqda o'sha toshlarni rosa chopganman. Toshlarni juda yo'q ketgan. O'sha yerda shaxta qilib oldim. Faqat bazam ichida emas, faqat tashqarisida, yaqin joyda. O'zi ochiq bo'lyapti, bu yoqlar ochiq edi, o'zim yopib mana bunday joy qilib oldim. Bu yoqda shaxta sifatida ishlatsam ham bo'ladi. Mana o'sha hamma toshlarni shu yerda olib ketganman. Oxiri o'ldim. Yaxshi bo'ldi. Mana shu joyda toshlarni chopganman. Oyoq kiyimlar ham yopdi. Kiyimlarni maqlaymiz biz. Mayli, geymerlarda yo'q bo'lsa, o'yinchilarda yo'q bo'lsa, biz ularga berib turamiz. Deb qolsa ham bo'lsa. Mana bu yerda oldingi fermamiz, bu yoqda ham shunaqa qilib qo'yganman. Tepalarini yopib. Do'stlar, qachon 100 ta obunachi bo'lsak, 100 ta obunachiga yetsak, valla sizlar bilan boy va kambag'al videosini ham olamiz. Faqat 200 ta obunachidan so'ng esa biznesmen. Shuning uchun podpiska bosib, like bosib qo'yaveringlar. Bu joylar sizlarga ko'rsatganman. Bu yerda o'yinchilar, men bu yerda ko'chib ketganman. Sizlarga ko'rsatganimdan avval. Bu yerda portalimiz bor. Sizlar bilan kameram ko'payib ketyapti. Bu yerda joylar sizlarga ko'rsatganman. Bu yerdagi hammasi yolg'on emas, kreativda qilinmagan. Hammasini o'zim mehnatim bilan qilganman. Masalan, go'limimiz bor. Bu nima foyda beradi bilmayman, o'zim ham qo'yganman yerga.
Bu yoqda shaxtamizda bor, shular ham qaysidir qismda, 4-qismda bo'lsa ham, keyingi qismda chiqib ko'rsatamiz. Shaxtaga ham borib, bu yoqda olmos oltinlar o'sha shaxtadan topganman, juda ham ko'p topganman. Lekin chiroyli o'xshaydi. Biz tepadagi uyimizga boramiz. Yo'q, ketma. Valla tepaga chiqib olish kerak deysiz. Şey qiyin bo'ladi, chiqib olib va shu zergarlik. Voy ana. Bo'lib ketyapti bolalar. Siz chiqmayaptimi yo'q? Yaxshi chiqmayapti. O'zbek qurganman endi. Bitta uy bo'lgani ham yaxshi, bu yoqqa zina qilish kerak edi. Nega ancha daraxt ketadi, uni ham chopish kerak. Nima kerak bu yoqqa? Turist tomosha qilish kerak. Chiroyli ko'rinadi, boshqacha ko'rinadi. Zombilar hammasi paydo bo'lib kelurmasligi uchun, uyim yoniga kelmasligi uchun shularni qilib o'rab qo'ydim. Qo'limdan kelgancha yorug'roq qildim. Yoqlarni, ichlarini fakirlar ko'p ketdi. Xatir turib bo'la. Kirgallalarni qo'ydik. Dar eshigimizni yoniga qo'yib qo'yamiz.